Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men dalasi yangiliklar emas, YouTube dalasi muxtorib. Do'stlar, hozir Barselona bilan o'yinni sizlarga qo'yib beraman. Necha bo'lganligini. Real Madrid Bruno qachongi ekan? Real Madrid Roma birga Brunogami? Tak dollar. Manchester City olsa Manchester City'ni o'yinini ko'ray. Tak. Ya o'yinni boshlaveraylik. Aytgancha do'stlar, bugun bizda yangiliklar juda ham katta. Kannalarni oldim. Harry Kane'ni oldim. Bo'ldimi shularmi? Men qizig'im mana videogini oldim. Naqlamadim. Video ko'rsatmadim. Tak o'z jitcha qolibdi. Uni chiqinchida ololamanmi degan savol chiqadi. Tottenhamda nimasi o'ynayapmiz? Tak aytgancha men nimani kuchaytirganman stadionimda. Xo'sh, Pedro Porro top oldira. Do'stlar, bu video nima deydi? Oshkaracha like bosib obuna bo'linglar. Dalasiga qiziqadiganlar bormi? Jitcha qoldi. Tanso top bilan va Ronaldo Vinicius oppoydi. Ronaldoga pas berdi va Cristiano Ronaldo gol urdi. Do'stlar, akkauntimiz boshda juda ham shunday holat edi. Hozir esa bunday holatda. Javobi shunday. Qarashchi, hozir necha oy bo'ldi? Taxminan 2 oy ichida shunday qilardim. 2 yo'nol. Qaranglar, hozir tangam berishini ko'rasizlar-da. Tangam berishini ko'rib bo'g'ib bitasizlar desam ishonmaylar. Jana ko'p pul bermaydi. 100 ta va sen 50 tadan ko'p berish kerak. Chunki 4,5 mingta tanga kerak. Kam pulmi? Hozir 2000 tacha pulim bor edi. Tak eslab qo'ygan bo'lsang, oldingi videomiz kam ko'rildi, juda ham yomon. Shuning uchun kech chiqarishga nima qildim? Nega yaxshi obunalar keldi. Kechcha shoshildim ha. Ha, bo'lyapti. Kimningga birga bo'lmaydi, kommentariyaga yozing. Aytgancha kimdir menga ak bering deb nima akkauntni. Bam. Gol bo'lmadi-da. Ronaldo ketdi. Va Lamine Yamal olib qo'ydi. Yamalning aylanishdan gol bo'lmadi. Tak bo'ldi. Do'stlar, 60 ta bo'lsa bu videoni 5-qismini chiqar. Serialga o'xshab ketgan, sizlarga yoqyaptimi hozir? Tak. Birinchi taym tugadi, endi reklamani ko'rishlaringiz ko'rmaysizlar sizlar. Men ko'raman endi. Tak do'stlar, reklama ham tugadi. Endi videoni o'chirib turaman. Video oxirida pul berishini ko'rasizlar. Bolalar o'yin tugadi va men 2 yo'nol hisobida g'alaba qozondim. Kam berdim. Chunki 2 ta golda reklamani ko'ryapti endi. Reklamani ham ko'rdim. 66 ta. Endi o'nta olamiz. Va bu yoqda men bolalar
penalti olishim kerak. Bosvorayım şunu. Stadionun holatı bana. Like boss durup görüyorsun. Like boss. Yana like boss. Like boss. Like boss. Bir tengeni kilakim giymeye. Kilakim giymeye. İlkleme gördüm geliyor. Zaten gene de aldım. Kim bilen şutturgan olsa hemen hali. 1, 2, 3 turda yozamiz bo'ldi. Kim bilen şu an ekan, kommentariyada hal qilasizlar. Bir yaşayan tug'ilgansizlar ekan. Ana meniki like boss. This exhibition match is the perfect chance to experiment with the team. So'rash qo'yavergan yosh ekan. Chiqib ketmasa bo'ldi. O'zim ham bilib turdim. Qaytadan kirdim ekan. Tak. Yana kim bilan birga bir bosib jigar. Bu ana yaxshi ham biz ekanlar bular. Salmon darisi bormi? Antonio 88 ekan. So then it's a 4-1-3-2. They've got a sort of attacking midfield set up. Will it pay off? Hernandez. Tak. Mashu qonakan ko'chada. Vinicius Junior, great run. He's got the goal in his sights. Uncha tez bu. The defender regains possession. Now they're gonna try and break. O'tla o'yindan ko'ryapti. That one absolutely perfectly. Bu video har doimgidek 10 minutli bo'ladi, xolos. Rahmat. Has got it now. Volley forward. Teksan nima bo'lardi da hozir. Helps it on. A great move. He's clean through. Surely a goal. Telab ketdi. No trouble there for the assistant to raise his flag. He was clearly offside. Qanday qilyapti shu? Poor attempt to win the ball. Regains possession. Like bostirib Lovely yuribsan. passing here. Voy bolajon. Tried his luck there. Sizga bas bu turtuvagi kusolish. Sizlar hali No yoshsizlar. goal. Let's see how close it was. Tak shu o'yin tugadi, video ham tugadi. He slid for the ball but missed. Ochiq g'arat etdi hozir. Ana kannavaru. Surely now. Oh, he's fainted. Tak. That's an easy call. It's a Sizlarga goal kick. biz Elise has the ball. aytgancha men O'zbekiston terma jamoasining Here's Barcola. Will he go for glory? urib ketdi. Endi bilasizlar-da. You just knew that was coming. Qaranglar, hozir kuysa bo'ldi, ketadi bu bola. Uxlaydi. Ref has shown him a yellow Michel card. Alisi. To work on his Michael discipline. Alisi. Diaz with a dribble. Diaz sotvoraymi ekan. Oh, it's a clear chance. He should be doing better there. Well, he just couldn't hit the target. The boss. ball went sailing over the bar. Dilaqlab bu. Evet. Short goal kick there. Will we see a goal? Evet. Şunu sorulmaz Terrific ya. stop by Courtois. That was a world-class save. Let's Çok see how sevindik. he Çık managed to getemem save that oldu. shot. O'zlar videoga tushunchalik to'xtatib turadi. Chunki video uzoq ketyapti. Do'stlar, mana bu masalan inglizlar. Kuyuni qo'yib. Do'stlardan olmani olayapman. Takdanlarumi. But real star power. 85'lik kartada kelmoqda. Gianluigi Donnarumma. Italiyaning futbolisti. Bam.
Neden olmadı? 42 tangam qoldi. Voy bechara. Tak do'stlar, video hammaga tugadi.